Hamma rasyotkasi va kelib tanlab olaveradi. 10 ming so'mdan topishgayni. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar, harmonlar. Bugungi video rolikimizda Urganch dehqon bozoridagi arzon kiyim-kechaklarni navbatdagi obzorni e'tiborlaringizga havola qilish maqsadida Karvon shopping savdo markazini podval qismida joylashgan Afsun shopping do'konini navbatdagi obzorni e'tiborlaringizga havola qilamiz. 35-do'kon bo'ladi. Hamma vaqt chiqarib kelaman. Bilasizlar, bunashda xudo xolosa Rayhon akamizni do'konini yangi tovarlar gapdi. Video davomida kuzatib boraverasiz. Video rolikimizni boshlashimizdan oldin esa adreslarni tushuntirishdan boshlaymiz. Qaranglar. Oldimizda Urganch dehqon bozori yonida joylashgan Karvon shopping savdo markazi. Shuni podval qismina tushasizlar. 35-do'kona borasizlar. Orientirlarni aytib o'taman. Bu yonimizda 9 etajga, ro'paramizda ikkinchi zakritiy, bu yon tarafimizda pavilyon obunachilar 9 etajga tarafga qarab turgan shopping senterni podvalidan tushasizlar. Sal yurishsa, o'ng tarafingizda 35-do'kon. Assalomu alaykum. Rayhon aka, nechsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Allohga shukr, Nechta yangiliklar qilamiz xudo xolasa. Yangiliklari dim ko'p zo'llari keldi. Hech o'g'il bolalar uchun ko'yish skidka ko'rmadik. O'g'il bolalar uchun og'alarimiz, kichkinalar ham hammaga bo'ladigan topishkalarimiz keldi. Bular Xitoy topishkalari 25 ming so'mdan aksiya qo'yib berajak mening. 25 ming so'mdan aksiya 25 ming so'mdan qo'yib berajakman. Qarasi, sinisi 2 xil rangda bo'ladi. Materiallari dim qo'shira 2 xil vibrda bo'ladi yana. Yana bir vibri, avon original bular. Yana bir vibri imchakka bo'ladi, ning. Vibrda 2 xil tasmali bo'ladi. Bir yana xil vibri bo'ladi, ning. Zo'r ekan. Ha, bu ham chiroyli, bu Xitoy bular. chiroyli ekan. Skidga qo'ydik 60-70 mingdan pachkaga sotgan narsalarimiz o'zi bular. Bular ham 25 aqrang. Shu muskoy topishgayni 25 ming so'mdan qo'yib beraman. Yangiligi dim zo'ri, qizlarimiz uchun shunday topishkalar keldi, 10 ming so'mdan qo'yib berajak meni. Hamma rasyotkasi va kelib tanlab olaveradi. 10 ming so'mdan topishgayni. Silansam bermaydi bu pullar. 10 ming so'mga topishga 10 ming so'mdan topishga skidgayni. Qiyinga 10 ming so'mga kim beradi topishga? Zo'r narsalarning. Ajoyib. Kichkinalarniki ekan. Zontiklarimizni 25 mingdan to 95 mingga vibullari keldi. Dim turlari ko'p, kelib xarid etib olaveradi. Hammasi optim narxda ko'p-ko'pman. Rassom 10 ming so'mdan berasizmi axir? Yasali? Avang bemalol kelib xarid etavasizlar. 10 ming so'mlayna shularni screenshot etib kelavasizlar. Bo'ldi. 10 ming so'mdan qo'yib beraman. Soni dim ko'p, chegaralanma. Bo'ldi. Kelaverasizlar. Qizlarimiz kommentariy yozinglar, like bosinglar. Parfyumeriyalari dim ko'p vibullari kelgan. Geli dusha deydimi, pomada deydimi, shampun deydimi, original mak utiklari 150 ming so'mdan qo'yib qo'ydim men. Bozor 250-300 ming so'm. Makning originalini. Salonchilari hammaga tushirib o'tib 200-150 ming so'mdan qo'yib beraman. Hamma turlari bor. Jinsiy oyoq kiyimlarim uchun obzor etib beraman. Buni turlari dim ko'p. Like'larni bosib, kommentariyalarni yozib, profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar, obunachilar. Yangiliklar bo'lsa chiqarib boraveramiz. Qarang, yangilik topishkalari kirib kelganlarida 20 ming so'mdan. O'g'il, qiz 20 ming so'mdan yangilik kirib keldi. Og'zi yopiqi yo'qmi deb yotib kelayini. Og'zi yopiqlar ham keldi, 25 ming so'mdan Xitoyki. Yana. Hamma rasyotkалari bor, o'g'il, qiz. Keyin muskoy topishkalari dim zo'r variantlari keldi. Qarang. Bular 35 ming so'mdan qo'ydim. Minilari bor 50 ming so'mdan. Inchikilari bor 50 ming so'm originallari. Yana rasvetkalarga qarang. Minin Xitoykilar bor 60 ming so'mdan, 120 ming, 130 ming so'm bo'ladi onaga. O'g'il bolalarimiz uchun Xitoy bosanuchkalarini qo'ydik, qarang 50 ming so'mdan. Kelib xarid etaveradilar. Yangilik. Ben tarafım toza gitken yangilik bugün. Tapışka, bolaların tapışkalarından köp sorat turadi umlularkeni. Muşskoylarni sorat turadi, muşskoylarni. 50 mingliklerim hem viburlarını dım köpeytirip taşadım, gösterip ötek jenskilere var. Bundan viburlarını dım köpeytirdim bugün. Yine. Hermes'te gelleri gegen, turları dım köp, eldize karab gösterip giderim. 50 minglikler viburlarını dım köpeytirip taşadım. Yine. Kelle balalarının şu ejde bu yıl modada. 50 ming so'mdan ko'p-ko'pman, bozor 90-120 ming so'm bu narsalar. Xohlaganni kelib 50 ming so'mdan xarid etib olasizlar. Tushunadi. Detskiy sumkalar ham gapda. Detskiy sumkalar 20 ming so'mdan qo'yib qo'ydim men. Detskiy sumkalar ham bor. Qashaloqlarim 15 ming so'mdan. Mini sumkalari meni 25 ming so'mdan.
Tepadagilar xohlaganini 90 ming so'mdan qo'yib beraman, 2 qator. Polni. Qaysini tanlasalar 90 ming so'mdan xarid etib olaveradilar. Keyin 15 ming so'mlik ko'shlarimiz hali davom etmoqda. Ko'chada dim ko'p yubullargan kelib xarid etaveradilar buni. Buni soni dim ko'p, chegaralanma. 15 ming so'mdan xarid etaveradilar. Yo'q. Yana nima ko'rsatchi kerak bizga? Keyin fenni skidga qo'yadi ekan mana. Ha, fen shu turishunda senasini o'zgartirmadim, 50 ming so'mdan shu holatida ko'pman, o'zgartirmadim. Tushunarli. Yana Mark Utking utkan bor, jingalakli dollar ham bor. Har xil turdagi nabollari bor. Nabor deyiladi, nabollar ham turlari dim ko'p, original mahsulotlar bitta girgan bular. Xohlaganini kelib xarid etib biladilar. Yo'q. Qizlarimiz uchun xush shoy tapishkalar ham kelgan, bir yillara giygan ko'chalar 35 ming so'mdan. Har xil variantlari bor. O'g'il bolalarimiz uchun tapishkalarning 30 ming so'mdan. Ya'ni har xil setlari bor bular ham, original bular bitta. Padushlari. Tushunarli. Sochiqlarimiz ham shu senada 5 ming so'm, 10 ming so'm senalarda turibdi. Shu o'tgan kun ko'rsatgan senamda o'zgartirmadim, shu holatda turibdi. Kelib xarid etaveradilar. Tushunarli. Yangiliklarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tdik. Obunachilar, boshqa narsalarni avvalgi videolarimizda ko'rsatib o'tganmiz. Shu yangiliklar bo'lsa ko'rsatib boraveramiz. Shu uchun keltirgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Yana ventilyatorlar ham gapda ajoyib. 25 ming so'mdan yana turlari dim ko'p bular ham. 25 ming so'mdan zo'r. 25 ming so'mdan. Kichkina o'g'il, qiz hammaga bor. Masalan, obzor uchun katta rahmat. Rayhon aka, ishlaringizga muvaffaqiyat. Rahmat. Masalan, ertangidan kelaverasiz obunachilar. Bugun endi sal kechroq bo'ldi. Videoni kechda chiqaramiz. Ertaga esa kelinglar, sabab qolmasligi ham mumkin. Sizlarga yoqqan tovarlar. Masalan, layklarni bosib, kommentariy yozib qo'yish yoddan chiqmasin. Sog' bo'linglar.